Imperiya qurgan xonning boshidan idish yasaldi. Qanday qilib bunday bo'ldi? Birinchi qismda ko'rdingiz, Muhammad Shayboniy xon cho'ldan chiqib Samarqand, Buxoro, Hirotni egalladi. Hatto Boburni ham mag'lub qildi va u g'alaba qozonuvchi edi. Lekin endi bir xato, bir tuzoq va hayotining eng qora kuni. Uni shoh Ismoil I yanada xavfli dushman kutmoqda edi. 1510-yilda Shayboniy xon katta xato qildi. Asosiy qo'shinini Mavara-un-Nahrda qoldirib, o'zi esa kichikroq lashkar bilan Marv tomon yo'l oldi. Amirlari uni ogohlantirdi. Kuting, yordamchi qo'shin yetib keladi deb. Lekin Shayboniy xon shoshildi va bu shoshilish afsuski taqdirini hal qildi. Shoh Ismoil Marvni qamal qildi. Keyin esa go'yoki chekinayotgandek bo'ldi. Ammo bu tuzoq edi. Shayboniy xon shahar tashqarisiga chiqdi va tuzoqqa tushdi. Marv jangi boshlandi. 1510-yil oxirgi kun. Muhammad Shayboniy xon jangda halok bo'ldi. 59 yoshda. Atigi 10 yil ichida qurilgan imperiya bir kun ichida larzaga keldi. Lekin eng dahshatlisi keyin bo'ldi. Shoh Ismoil uning boshini kestiradi. Bosh suyagini esa oltin bilan qoplatadi. Uni kubok, ichimlik idishi shakliga keltiradi. Bu g'alabaning shafqatsiz ramzi edi. Bu idish Safaviylar saroyida g'alaba timsoli sifatida namoyish qilindi. Bu voqea butun mintaqaga bitta xabar yubordi. Shayboniy xon yengildi. Bu tarixning achchiq sabog'i. Kichik qo'shin bilan katta jangga shoshilma. Dushman chekinayotganda ehtiyot bo'l. Maslahatni tingla degani demakdir. Shayboniy xon o'ldi. Lekin uning sulolasi yashadi. Uning qarindoshlari va vorislari Shayboniy xonlar nomidan deyarli bir asr davomida 1598-yilgacha Buxoro xonligini boshqardilar. Muhammad Shayboniy buyuk jangchi, buyuk shoir, buyuk xon. Lekin bitta xato uni tarixdagi eng dahshatli ramzlardan biriga aylantirdi. Bosh suyagidan yasalgan kubok. Bu voqea tarixda unutilmaydi.